Do'st o'zi sodiqlikdan yaratilgan. Arablar do'stini sodiq deydi. Ya'ni do'st o'zi asli sodiqlikdan iborat. Tasavvur qiling, sizning 10 ta do'stingiz bor. 10 ta do'stingiz. Bittasi haqiqiy sodiq, ya'ni sodiq do'stlardan. Insonda hayotda har xil bekatlar bor. Sinovli bekatlar bor. Har bitta sinovli bekatning o'ziga yarasha do'sti bor. Tushib qoladigan yo'lovchi do'stlar bor. Sizni hayotingizni qiyin vaziyatda, qiyin bekatda tushib qoladigan do'stlaringiz bor. Tasavvur qiling, 10 ta do'stingiz bor, 9 ta qoldi. Sinovli kunlarda tushib qoldi. Qarzdorlik kunlaringiz keldi, bekat keldi. Sinovli kunlaringizda ham tushib qoladigan do'stlar bor. Sog'lig'ingiz ketganda tushadigan do'stlar bor. Ishlaringiz yurishmayotganda tushadigan do'stlar bor. Va hokazo va hokazo. Oxirgi 10-bekat esa sodiqlik, sodiq bekati. Ya'ni ana shu insonning eng yaqin do'sti, eng yaxshi do'sti eng mashaqqatli yo'llarda birga hamroh bo'ladi va oson va yengil o'tadi mana shu mashaqqatli yo'llari. Eng oxirgi bekat sodiqlik bekatigacha ana shu birgina do'stingiz qoladi. Ungacha esa hayot davomida do'stlaringiz o'zini kelgan bekatlarda, o'zini qadri, himmati tugan bekatlarda birma-bir tushib qolishadi. Buni hayot tushiradi. Siz bilan biz bularni ko'rib turamiz xolos. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Do'st o'zi sodiqlikdan yaratilgan. Arablar do'stini sodiq deydi.